Assalomu alaykum qadrdon. Kafe Nishontaga ayrim taomlarni tatib tanishtirib ketaman sizlarga. Tatganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. Mol go'shtida biqim pirojok. Bismillah. Kotlet nishon. Ideal taom. Qarang, yaqinlashtiring. Padli va so'z bilan ko'ryapsizmi? Qarang, so'kit. Gap so'z yo'q. Qo'yin go'shti va mushakdan tayyorlangan tushonka. Kamida 8 soat, 6 soat qaynaydi. Go'sht qarang, hil bo'lib ketgan. Bismillah. Men o'zim maqtovraman-da. Samg'amni o'zingiz telib bitta tatib ko'ring, mazasiga baho berasiz. Qadrdon, tanishlarga ulashib qo'ying. Kafe Nishonta biz ikkinchi filialimiz. Adresimiz Farg'ona mehmonxonasining yonginasida va Jons ro'parasida.